Menga qarang, kapitan. Siz o'sha yigit bilan shug'ullanishingiz lozim. Meni shubham bor o'sha Irlandiyadan. Kimdan? Mustangir Gerald. Balki sizdan intiqom olish uchun u amakivachangizni nobud qilgandir. Avval qora daydini ko'rib sizlarmikin deb o'yladim. Aloqaga chaqirsam javob bo'lmadi. Yaqinroqchi borsam begona ekan. U yoqqa kirishga qo'rqmadingizmi? Men arxeologman. Hech narsadan qo'rqmayman. O'g'irlangan mollarni tasdiqlashingizdan so'rayman. Mana ro'yxati: 2 magnitofon, 2 kinokamera, 2 portsigar. Mana marhamat. Ana bu odamni bir amallab liftdan chiqarib olinglar. U eski tankchi, har holda yaxshi emas. Qog'ozni nima qildingiz, siz nima deysiz? Tushirib olinglar. Nima qilar dilading? Yo, o'zim borib tushirib berayman. Ha, aytgancha, yangisini olib kelmagan deylarcha, eski bedimslarga qo'l qo'ymayman. Yaxshi. Saroyimizni ochish uchun so'zlim. Biz bu yerda kelishib olib qaror qildik. Nikoh saroyimizni ochish uchun so'zlim. Birinchi navbatda ajoyib ayolga, qizga, qaysiki zamonaviy qizlarimizning yangi taqdirini ifodalovchi qizga beramiz. Bu qiz student, sportchi, nihoyat gapni qisqasi sohibjamol.